Qassob bolalar bor endi, vegetarianlar dushmani, qonuniy brakonyar deb yapasizlar. Uydagi kaptarigacha go'sht yeb katta bo'ladi. Bozorda yomon qilishadi. Ne, usiz. Uka go'shtga ekan deb yapadi. Endi, конечно, go'sht qatorda parastamol istab beramiz, go'shtga aka torting. Chalg'itib beryapti. Akam yaxshimi, akam yuribdimi deb. Hali bozorda birinchi marta yuribman akalar. Men boshqa joyli odamman, tanimaydi. Ha, aka yaxshi deb yapadi. Uka o'zimiznikisiz, mo go'shtga yaq qo'shmadim, ichga suv qo'shmayman demas. Salapanchiga akulani biqinini tikoveradi bilmay, ko'tarib ketaverasiz. Qassob oshnam bor deydilar, hayvondan umuman qo'rqmaydi-da bular. O'zi g'altadancha kattaradi matqo bo'lib. Bunday turib olib, bir tonnali hayvon oldi. Te jonivor. Qo'rqma. Qo'rqma, bu bir tonna. Sen tarafga qarab turib, ma'rasa shamollab olasan og'zini. Men qo'rqma deydi. Voy, Qur'on hayit payti bular sezoni boshlanib qoladi-yu. Oshna nech puldan so'yapsizlar? $100 dan. Voy, dinozavr so'yish kerak emas. Bitta joyda katta o'ynaymiz, mendayroq narx ayta olmaymi? 100 ming so'm ataganmiz. Chukkimisan 100 ming so'mga quyon so'yapmiz biz deydi.